Всем привет, мои подписчики. Bugun o'g'limni tug'ilgan kuni yaxshi tort qiladiganlar direktga yozib yuboringlar. Keling, yana podpiskalaringizga darringiz doston qilib o'tiribsizmi? Yo'q, oyijon, tirikchilik bo'lyapti bu yerda. Qanaqa tirikchilik? Tortchilar yozgandi, barterga qilyapman. O'g'lingiz bergan pulni cho'ntakka solyapman. Pulni yarmini olib keling, pap qilamiz. Men ruxsat bermasam, bloger bo'lmasdingiz. Men nafaqat yaxshi bloger, undan tashqari yaxshi kelinman. To'g'rimi, oyijon? Fuchat qilaring. Ha, xudodan tilab olgan kelinimsiz. Ishonam sho'r bo'lmasa, sani kelin qilarmidim. Jonkalar, sizlarga bu mahsulotni aytmasam yuragim paq etib yoriladi. Yana nimani maqtanarkin bu olibda tentak. Shu distda erim olib bergan dubayskiy oq koftichkamga dog' tegib qoldi. Qaranglar, oppoq bo'ldi, chunki crispy gellaridan oluvdim. Dog'ni bittada ketkazib berar ekan. Barakaliligini aytmaysizlarmi? Shu bitta idishdagisi 33 marta kriyushilarga yetar ekan. Ha, kelin, crispy nafaqat oq kiyimlarga, balki barcha rangli kiyimlarga ham mos keladi. Qizlar, bugun qatga boraylik. Oilaviy yaxshi restoran saveti chiqilinglar. Kenaya yana rolton qildingizmi? Biz ham bola bo'lib bir oshposh yeylik. Ha, ertaga post qo'yishim kerak edi. Yaxshi ham eslatdingiz. Bolam oshni postga video qilganda yeysan. Ungacha roltoningni ye. Hammaga assalomu alaykum. Oyshaxonim oshxonasiga xush kelibsizlar. Ertaga mendan yangi post kutinglar. Qizlar, erim menga shunaqa asal sumka olib berdilar, original. Kelin, holingizdan gapga deb olib turgan sumkamni ko'rmadingizmi? Oyijon, primoy efirda edim. Yoqing efiringizni. Nega, oyijon? Muxlislaringiz guvohligida uydan haydayman. Yolki balki les gustó y no le